Diqqat aktrisa Huvayda Jumayeva turmushi haqida kutilmagan sirlarni oshkor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek kino va teatr san'atida o'z o'rniga ega aktrisa Huvayda Jumayeva shaxsiy hayoti, ijoddagi mashaqqatli yo'li va oilasi haqidagi samimiy fikrlari bilan muxlislarni e'tiborini tortdi. Aktrisa intervyulardan birida rol ijro etayotganda butunlay obrazga kirib ketishi, hatto o'zligini ham unutib qo'yishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, sahna va kamera oldidagi mas'uliyat insonning har qanday charchog'ini unuttirar ekan. Huvayda Jumayeva ijodining ilk davrlarini eslar ekan, o'sha paytlarda juda sodda inson bo'lganini tan oldi. Uning fikricha, yillar davomidagi mashhurlik va atrofdagilarning maqtovlari inson xarakteriga ham ta'sir ko'rsatar ekan. Aktrisa mashhurlikka osonlik bilan erishmaganini ham ta'kidladi. Institutni tugatgach, turli kastinglar, sinovlar va uzoq kutilgan imkoniyatlar ortidan yugurganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, xalq mehri va e'tirofiga yetishish uchun qariyb 18 yil sabr qilishga to'g'ri kelgan. Suhbat davomida aktrisa shaxsiy hayot haqida ham kutilmagan iqrorlar qildi. U turmush o'rtog'i bilan oila qurishga dastlab ichki istaksiz rozi bo'lganini yashirmadi. Aytishicha, o'sha vaqtda qarindoshlar va yaqinlar bosimi, shuningdek nega turmush qurmayapsan degan savollar uni qattiq charchatgan. Biroq to'y kuni kuyovni ko'rgandan keyin barcha fikr o'zgarganini aytgan. Aynan o'sha lahzadan turmush o'rtog'ini chin dildan yaxshi ko'rib qolganini ta'kidladi. Bugungi kunda Huvayda Jumayeva o'zining baxtli ona va turmush o'rtog'i sifatida his qilishini aytib, oilasi sabri va qo'llab-quvvatlashi uchun minnatdor ekanini bildirdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.